Ko'rib turgan manzarangiz Urgut tumanida joylashgan, ammo bu videoyimizga Urgut tumanining ham, manzarani ham aloqasi yo'q va menga ham aloqasi yo'q. Lekin biz Traventin haqida gaplashamiz. Urgut tumanida ajoyib xonadonda ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Kattaqo'rg'onlik Abbos Traventin jamoasi o'z ishini olib bormoqda. Ana endi Abbos aka bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Abbos aka. Bugungi qilingan ishlar haqida bizga ozroq ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Mana bu ko'rib turgan obyektlarni biz korobka holatida, anloq holatida olganmiz. Bunga nimalar qilingan? X-loy kafinaga tortilgan, X-loy trayerga o'tilgan, X-loy polirovka jarayonlari bo'lgan, X-loy jemshut. Mana bu ko'rib turgan tovusingizlar hali bitmagan. Bu 50% bitgani, 50% bitishi uchun buni ustidan tilla svit jemshut uramiz. Ishni sifatini ko'rdik. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi bizga ozroq narxlar haqida ma'lumot berishingizni so'rab qolardik. Mana shu turgan fasoningiz muzika va mujimni olingan. Buning ichiga nimalar kiradi? Usta aqsi kiradi. Yo'lga ketadigan hamma mahsulot kiradi. Sizdan hech qanday narsa talab qilinmaydi. Hamma obyektlarni tayyor holatini ko'rsatadi, ammo biz sizga ish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Traventin jamoasini tanlashda adashmang. Abbos Traventin jamoasi.